Paranç kelin deb qiziq paranglarimni elib mayyani kep qoldim-ku do'stlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Men Paranç kelin Muyassardan hammanglarga o'tiq salomlar olsun. Voy, qiynatamning aldash xaltasiga yana chiqib ketdik ballar. Sizlarga bugun o'zim bir qulluq tamoq etib birma deb go'shtni chanab kelsa, voy hajab qo'shib ketibdi. Mena qiynatam tamoq etib birdigan bo'ldi deb. Asli opam taladin kirgichalla ma chanab turgan yerlarkanda ma opamni kirgidi xizmatni o'tkazyapti qaranglar. Qiynanamning qo'liga qog'anliq, sug'aqti taladi qog'anliq bilan baravarda rostiganda qiynanam chaydon oldi. Talada tamoq etishni boshlayapti ballar. Ey jinim qiynana, beliq shillarda tug'ilib qolmagan bo'g'iytingiz oppa. Mush faqat sug'aqdan qo'rqmaysiz deb meyaladi men og'zim to'xtamay gapyapman. Birinchi ay jan sug'aq qo'rqmay talada tamoq etgan taranchilar tursak biz, ikkinchi ayda sug'aqlarning yinib qolgan vaqtiga do'stlar. Mana ikkinchi ayning kirishi bilan kun chiqsa talada tamoq etyapmiz, kun chiqmasa uyda tamoq etyapmizda. Bu talog'ili qaraydigan bo'lib qoldim hozir. Kun chiqimiz keladi deyman-da. Kun shundali chiqamda, voy apla, bugun yana talada tamoq etirgan bo'ldik deyman-da. Kun bo'lgan bilan bir xil ochiq sug'oq bor-da. Talada tamoq etyapgan yedi jinim bola bu qanchalik ishdi. Bugun shuni bilan opam yo'g'on dash qozondan birini talaga qo'yibdi, o'tlarni yiqibdi, talada tamoq etaman deb tayyorliklarni qilibdi. Cho'ng uy deganning mashta kelim ketimi jiqoli degan do'stlar. Bugun uyga yana mehmon kelibdi. Ha, cho'ng uy turayotgan kelim pashalar sizlarning uylarga mehmonlarmishda jiq kelamdi. Lekin mening bir ortiqchiligim, bizning uyga mehmon kelsa ajoyib qo'shib ketmanda. Ish qilib mush og'zim odatda yerim kuldigan bo'lsa, mehmon keldigan vaqtda birlikli kulutda bir yo'g'a og'zim ishga yo'g'inab. Voy jinim qiynana, uyda tamoq astakmi bo'ladi? O'tinlarda atmasakmi bu tamoq o'xshatdi? Oldirmasangiz bu so'g'aqni 3-oyda bo'shatdi. Yana 10 kundan keyin 3-oymi to'shatdi. Qutildab yurib, bugun shuni bilan tamoq etishni boshlab ketdik-da do'stlar. Qarsam, ma qiynanam bir qozonni yuvotqani 1 soat bo'ldi. Bo'ldappa qo'ng tashlab ketmasin, bundan keyin imonchilar juysiz-ey buni. Desam, voy balam bu talat tug'ini necha kun bo'lgan qozon, necha kun bo'ldi tamoq atmagani shu pokizroq shu elida, ma cho'gunda 2 cho'gin suv tugab ketdi, ma qozonni to'xtamay yuvotdi-da. Shuni bilan men quruq qolmay taladi ishlardan deb men safarbarlikka kelib qozon bishlanib ketib bormanda. Men agar opam qozonni yuvotgan vaqtda men qozon bishni atmagan bo'lsam, baribir birdan turib qozon bish etilmabdi deydi. Uningdan bu digizishdan burunlam mush ishni qilib atsam, opam ha tozalab bo'pti deb o'ylaydi-da ballar. Ba'zi do'stlarimiz qiynanam bilan yaxshi o'tmayman deb o'ylaydi. Ba'zi bir halqalarga diqqat qilmay qolgan vaqtinglar bo'p mumkin do'stlar. Ma ishni qilibdingiz deyishdan burun siz shu ishni tepib qilaversangiz, yaxshiyat o'ziga tayoq tekkizmaydi deydigan gap bor. Shundaq kichik halqalarga diqqat qilsak, asallan bu masala hal bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Garchi sizlar shunda yaxshi ishlarni qilayotgan bo'lsanglarmi, qiynapanglarni uni ko'zi ko'rmagan bo'lsa do'stlar, ana u qiynananglardagi masalada ilqayr bir gap bor, qon bilan kirgan fu jon bilan chiqadi debchi. Shuningga kelim pashalar g'ayrat qilayli, ha g'ayrat qilayli deb astiga yozib qo'yinglar do'stlar. Buni qo'rda qiladigan 5 var narsani nima deysizlar sizlar? Ash g'uljining ma yengayat gullikka berib bilan bir dumil tutib bilan 5 var deb ism qo'yib qo'ydim. Juma faqat ismini topolmadim. Ismini bildiganlar astiga yozib qo'yinglar. Qo'rda qiladigan 5 yulduzi bor narsa shu. Ha shu ish qilib 5 var deyman. Shuning bilan men so'g'aqdan qo'rqmaydigan, muzlamay titraydigan qiynanam taloq chiqib tamoq etyapti hozir. Men bo'lsa Yig'iz gapni qilib bo'g'ich qiynanam mana tamoqlarni qo'rib g'ibbat kirib ketibdi. Qozon qaynavasi o'tni pasaytirdi-a, balam dedi. Shuni bilan ma'qul deb qozonning qaynishini saqlab o'tirib, o'tlarni pasaytirib, buni 1,5 soat qaynatgandan keyin go'shtni rosa pishirib bo'lib, anoniga yangi yo'llarni silib o'tib, uyga kirib, men aşağılaydigan qozonni tayyor qilyapman-da. Ha, qanchasi men uyda qilamiz, qiynananga talada qilamiz desam, bo'ldi balam buni gazni ichib qaynatsangiz bo'ladi dedi. Ofoyay, oxir uyga inib kirdim shuni bilan. Bilasizlar, u qizlar bizning uyga mehmon keldigan bo'lsa, bu tamoqlarning bir bujaklarimi menga oshmaydi. Yugur yetimli ish qilaman-da. Moyum tamoqlarni men qilamayman deb depadim-ku. Bayatning yoq saylarim o'zi tug'adi, o'zi qo'rdi, ashunda qilib hammani tayyor qilib atgan qiynanam, oshni so'zaydigan chog'da so'zaymi desam, bo'ldi balam men o'zim bosaman. Siz birsini o'riq, birsini semiz, birsini uzun, birsini qisqa qilib qo'ysiz deydi. Qiynana o'smi ketadi, qash qoladi, suv ketadi, tash qoladi deb mehmon ketadi, ikkimiz qolamiz, unda qilib ketmang juma. Atil balam qimay jug'ron, qimay besang deb qolasizmi-ki menga? Desam shuna, bo'ldi bugun mehmonlarga o'zim bosay balam deb o'zi bir qo'lliq takish qilib eskitib qolgan yerlarda men rostimiz men
men ishbuzar kelin bo'lgandan keyin ish qilib bunda mehmonlar kelgan vaqtda oldiga berib choy quyish yoki bunda tomoqlarni rattik etish ishlarini o'zimning oldiga olib qolgan bo'lsam do'stlar bir chatoq chiqarib qo'ymanda shu chatoqchi kelin bo'lgandan keyin men bunda muhim hal qiladi meni qig'izishdan gumallandi opamchi shu bo'ldi men o'zim qilay deydi endi o'tirib parang qilib men bunda yeladi ancha men talon chiqib ketgan vaqtda o'zim besib oldimda mehmonlarnikini o'zi besibdi qag'ini man qoldida mehmonlarnikini o'zim besib o'zim bir qo'lli qilmadi dedi shuni bilan bolaringiznikini o'zingiz qiling dedi bo'ladi unda olsa deb dadamlarnikini o'zimiznikini o'zim qilib ketdimda miyada shunda qilib bugun bu mehmonlarni talon tomoqlarni etdi toz o'tanda degan ash guldir qaynitib turib atmasa opam tomoqlarni joyli qo'rg'a vaqtda toz gaj go'sh qilib ovoz chiqmas tomoq o'xshamaydi deb turib oldim shunda qilib yurib bugungi mehmonlar ajoyib o'xshitib qo'rdoq etib bularni rozi qilib yo'lga selayotgan bo'libdi do'stlar qizlar vlog tatmoq oson emasga talon tomoq atmoq oson emasga hozir o'zimning ovozini o'zim toniyamayapman shunchalik darajada ovozim o'zgarib ketdi mush yutildigan bo'lsam karvatdan qonqib ketib bormayjimi bolalar men yutilib bu og'riq yog'inchi og'riqqa qiynalmasdan oldiga kelib ish qildigan chog'da saqayib qoldigan uyga kirib yotirgan vaqtda qo'zg'ildigan og'riq ekan bu kechsi og'riyma kunduzi saq xuddi bir yog'an jup qolgan odamdek men hozir shunga qizlar o'zinglarni oyinglar qiling kiyininglar o'xshash talab tamoq atmanglar undan sizga ko'lagim bir şey daxirlashdi xayr xo'sh ammo meni qo'shib olmasanglar ko'nglim bak yerim bo'lib turdi ajrim uchun gullan yuraklarni berib qo'yishinglarni ko'ngil so'zlaringlarni yechib qo'yishinglarni umid qilmay ayt ko'rishaylar xayr xo'sh